to'g'risi yaramayapman. To'g'risi ahvol chatoq. Opullab qo'yibman, katta ketib qo'yibman. Maza bo'lmay qolyapti. Umuman o'zimni to'g'risi tutib bo'lmay qolyapti. Mana 3 ta energetik B-Energy deganlaridan yangilaydi o'zimi yangilaydi. Qani sinab ko'ramiz yangilaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Xudoga shukr. Birinchisi o'ldi. Instagram akkauntlarini описаниеga yozib qo'yaman. Nomerlarini ham tashlab qo'yaman. Bemalol kirib zakaz qilishingiz mumkin. Yangilik ekan. Hozir ulgurib qolinglar. Katta partiya kelgan deyapti-yu, tugab qolishi mumkin. Bunaqa yaxshi narsani savdosi chaqqon bo'ladi lekin. Xudoga shukr, ikkinchisi ham o'ldi. Akaxon 3 tani ichib olmaysiz dedi. Buncha kuchliroq 3 tani ichib olmaysiz, ehtiyot bo'ling deb berdi. Xudoga shukr 18+ oldida bu anchagina kuchli. Kerak bo'lsa Red Bullni ham ko'tiga tegib qoladi. Dedi, haqiqatdan hinchalik bor ekan. Lanib qolyapman. 1-2 kun dam olmasam bo'lmaydi. Ancha qiynaldim to'g'risi. Shunga 1-2 kun dam olaman endi. To'g'ri tushuntirasizlar. Katta ketib 2-3 kun 20 soatdan bemalol ishlay olaman deb o'ylabman-da. Yo'q, ishlarmasam hamman. Shu energetik bilan zo'rg'a oyoqda turib ishlaydigan bo'lyapman-da. Endi 1-2 kun damda olib, energetikimni ichib, kontentimni olib, xudo xolasa 1-2 kun dam olaman endi. Xudoga shukr. Mana işte 5-kun zabt etildi. 95 kungina qoldi.